taqdim bergan Muhabbat Sapoyevni 1982-yildan buyon akушер-ginekolog vazifasida ishlab kelmoqdaman. Men bugun sizlarga homiladorlikda yo'ldoshning to'liq oldinda kelishi va uni keltirib chiqaruvchi asoratlar to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Buni ma'lumot berishdan oldin sizlarga bachadonning normada qanaqa bo'lishi, unda yo'ldoshning qanaqa joylashishi to'g'risida tushuncha beraman. Bachadon normada ichki jinsiy organ hisoblanib, bachadon normada 5 cm uzunlikda bo'ladi. Homiladorlik vaqtida homila o'sishi bilan uning razmeri o'sib borib 40 cm-gacha kattalashadi. Bachadon normada bachadonning oldingi devorida, mana bu devorda, orqa devorida va tubida joylashadi. Lekin shunaqa holat bo'ladi, bunda bachadonni shu aytgan joylarda emas, pastki qismi bachadon bo'yni sohasida joylashsa, bu yo'ldoshning to'liq oldinda kelishi deb aytiladi. Bachadon 3 qavatdan iborat bo'lib, ichki qavati shilliq qavat, o'rta qavati mushkul qavat, miyametr, 3-chi qavati siroz qavat hisoblanadi. Agar yo'ldosh bachadonni siroz qavatiga yopishgan bo'lsa va oldinda kelsa, bu yo'ldoshni chin yopishi deb aytiladi. Bunda asorat amaliyot vaqtida bachadon saqlashi, bachadon yo'ldosh olib tashlanadi. Ikkinchisi, bachadonni yo'ldosh miyametr qavatiga o'sib ketgan bo'lsa, o'sha bachadonda amaliyot vaqtida metroplastika amaliyoti bilan yakunlanadi. 3-chi qavatida bunda yo'ldosh bachadondan tashqariga, qo'shni organlarga, sidik xaltasiga, boshqa organlarga o'sib ketadi. Bu juda ko'p asoratlari ko'p miqdorda qon ketishga olib keladi. Lekin hozirda meditsinaning rivojlanib borishi natijasida yo'ldoshning oldinda kelishi birinchi, ikkinchi bosqichlarda UZI apparatlari orqali tashxislar qo'yilib, homilador ayollarda tashxis o'sha yo'ldoshning oldinda kelish homiladorlikda aniqlangan. Shu aniqlangan tashxislar bilan homiladorlar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruqlar asosida bizning reabilitatsiya markaziga, Xorazm filialiga yuborilishi shart. Bunaqa ayollar hozir shu marshrutlar asosida bizlarga kelib yotadi. Bo'lim markazimizga kelganda qabul bo'lmada bu ayollarga qon ketish xavfi yuqoriga ekanligi sababli qo'lina brasletlar, qizil bog'ichlar qo'yiladi. Bo'limda tashxislar konsilium asosida ayolga to'liq tashxis qo'yilgandan keyin ayol rejali kesar kesish amaliyotiga muddatidan oldin 35-36 hafta homiladorlikda tayyorlanadi. Amaliyot vaqtida hozirda shu qon ketishning oldini olish maqsadida ko'plab yangi apparatlar ishlab chiqarilgan. Shu yangi apparatlar birinchilar qatorida bizning markazimizga olib kelingan. Shu apparatlar yordamida biz amaliyotlarni o'tkazmoqdamiz. Bu apparatlar yordamida homiladorga qon ketish amaliyot boshlanganda ayolni ketayotgan qoni vaqt yo'qotmasdan shu vaqtni o'zida qayta ishlanib, ayolni o'ziga quyilganligi sababli ayolning ahvoli og'ir ahvolga tushmayapti. Bizning eng katta qo'lga kiritgan yana bir yutug'imiz bachadon saqlanmoqda. Shu bemorlarimizga qayta onalik baxti va ayollik baxti qaytarib berilmoqda. Amaliyot vaqtida yo'qotilgan qonning miqdorini aniqlash uchun markazimizda qon yo'qotilganda massa, plazma, elektrolitlarni qancha miqdorda quyishini aniqlab beradigan yangi apparatlar, selsiyor apparatimiz, tromboelastografia apparatimiz bor. Bu apparat tufayli QSHS apparatlarida yo'qotilgan qonning miqdorini qancha massa quyishimiz, sizobini qancha qo'yish, yo'qotilgan oqsil miqdorini, elektrolitlar miqdorini aniqlash shu fursatda aniqlanib, o'z vaqtida o'rni to'ldirilganligi sababli bemorning ahvoli amaliyotda biram o'zgarmayapti. Amaliyotdan keyin qoniqarli ahvolda reanimatsiya bo'limiga o'tkazilmoqda. Bu bizning qo'lga kiritilgan eng katta yutug'imiz. Bizga shunaqa imkoniyatlar yaratib berganligi uchun hurmatli prezidentimizga kollektivimiz nomidan chuqur minnatdorchilik izhor qilamiz.